Agar bolangiz gapirmayotgan bo'lsa, sizni yomon ona ekaningizni bildirmaydi. Bu shunchaki e'tibor yoki to'g'ri yo'nalish kerakligini bildiradi. Bolajonlarni nutqini rivojlantirishda onajonlar, sizlar uchun 6 ta maslahatim bor. 6-si eng muhimi. Birinchisi, xato gapirsa, koyib to'g'rilamang. Unga muloyim ohangda chiroyli namuna bo'ling. Masalan, mashina ketdi desa, ha, mashina ketdi deb ayting. Ikkinchisi, 10 daqiqa jonli suhbat 1 soatlik televizor ko'rgandan foydaliroq. Masalan, bolajoningiz bilan yo'lda ketyapsiz, oldingizdan mashina chiqdi. Vau, bu nima? Bu mashina. Mashinaqani qarang, mashina qizil. Yoki daraxt ko'rdinglar. Bu nima? Daraxt. Daraxt baland, daraxt yashil rangda. Xuddi shunday qilib bolajonlar bilan ko'proq suhbat qilish kerak. Uchinchisi, bolajonlarni barmoqlarini uchida nutqqa javob beradigan nuqtalar bor. Ularni biz rivojlantirsak, nutqi rivojlanadi. Shu sababli bolajonlarga aynan shunday tugma qadash, qumlar bilan o'ynash, rasm chizish kabi o'yinlar, metodikalar o'tkazsak, juda ham foydali bo'ladi. To'rtinchisi, bolajoningizni kichik bir so'zini ham katta rag'bat bilan rag'batlantiring. Masalan, oyi, ada degan so'zlari chiqqanini eshitsangiz, zo'r, barikalla, zo'r etding, sani qo'lingdan keldi deb bolajonlarni motivatsiya uyg'otib, rag'batlantirib turishimiz kerak. Beshinchisi, bolajoningizni gapini oxirigacha eshitishga harakat qiling. Shundagina bola shoshilmay, bor lug'at boyligidan foydalanib fikrlarini bildira oladi. Oltinchisi va eng asosiysi, emotsiya, mimikalardan foydalanib farzandingiz bilan nutqqa kiring. Shunda farzandingiz sizni emotsiyangizdan har bir so'zni tushunadi va eslab qolishi osonroq bo'ladi. Siz uchun maslahatlarim biroz bo'lsa-da foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang va o'zingizga o'xshagan onajonlarga videoni yuborib qo'yishingiz mumkin.